19-fevral kuni Namangan viloyatining shimoliy tumanlarida soat 12:30larda qandaydir qattiq gumburlagan akustik ovoz hamda ayrim hududlarda yer biroz silkingani haqida xabarlar tarqaldi. Toshkentning Afrosiyob ko'chasi, Kosmonavtlar metro bekati yaqinida olingan video materiallarda ham kichik bir yorqin jismning osmondan pastga tushgani aks etgan. Hodisaga guvoh bo'lganlarning kuzatishlariga ko'ra, ikki holat izin-maketinlikda, ya'ni Namanganda 12:30larda sodir bo'lgan bo'lsa, Toshkentda esa 12:35larda jism uchgani ko'ringan. Bu jismni meteorit degan taxminlar ham paydo bo'ldi, ammo shundan ko'p o'tmay gumburlash ovozini keltirib chiqargan jism meteorit emasligi aytildi. Vodiy g'arbida gumburlash ovozlari boshqa joylarga nisbatan qattiqroq eshitilganini mahalliy aholi e'tirof etgan. Bu haqida Erkin Abdullaxatov o'zining Telegram tarmog'ida yozib qoldirdi. Unga ko'ra, Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida ham yuqoridagi kabi tosh jismi osmondan tushib kelgani kanal kuzatuvchilari tomonidan asosiy manba sifatida taxmin qilingan. 19-fevral kuni Astronomiya instituti Namangan viloyati hamda Toshkent shahrida kuzatilgan ushbu holatlar bo'yicha o'z Telegram kanalida rasmiy izoh joyladi. Unda qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Astronomiya instituti mutaxassislari tomonidan mazkur holat yuzasidan dastlabki o'rganish ishlari olib borilgan. Hozirgi vaqtda videoda qayd etilgan hodisaning meteorit tushishi boshqa tabiiy yoki texnogen manba bilan bog'liq ekani rasman tasdiqlangani yo'q. Shuningdek, rasmiy izohda yer yuzasiga yetib kelgan qoldiqlar mavjud bo'lmasa, hodisaning tabiati haqida aniq xulosa berish imkonsizligi aytildi. Ma'lumot uchun, meteoritlar quyosh tizimida harakatlanuvchi kichik qattiq jismlar bo'lib, ular yer atmosferasiga kirganda kuchli qizish natijasida yorqin iz qoldiradi va bu hodisa meteor deb ataladi. Agar bunday jism atmosferada to'liq yonib ketmay yer yuzasiga kelib tushsa, u meteorit deb yuritiladi. Ilmiy hisob-kitoblarga ko'ra, yer atmosferasiga sutka davomida millionlab mayda kosmik zarralar kiradi. Biroq ularning mutlaq ko'pchiligi atmosferada yonib ketadi. Yer yuzasiga yetib keladigan meteoritlarning umumiy massasi esa o'rtacha kuniga bir necha 10 tonnani tashkil etadi. Shu bilan birga, aholi yashash hududlariga yirik meteoritlarning tushishi nihoyatda kam uchraydigan hodisa hisoblanadi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, qo'shimcha ma'lumotlar aniqlanishi bilan jamoatchilikka xabar berilishi aytildi. Eslatib o'tamiz, iqlimshunos Erkin Abdullaxatov 2019-yilning qish-bahor mavsumida namanganliklar kamida 5 ta mana shunday mavhum hodisaga guvoh bo'lishganini yozib qoldirgan edi. Rasmiy munosabatlar bo'lavermagach, aholida bu hodisaga nisbatan turli qarashlar paydo bo'la boshlagan. Kimdir buni Mingbuloqdagi neft konida burg'ilish ishlari sabab yer ostidagi portlatish effekti desa, yana kimdir osmondan meteoritlar seriyasi davomi tushmoqda degan. Ayrimlar ochiq osmonda gumburlash ovozidan so'ng samolyot va raketa uchishidan qoladigan oq bulut izini ko'rishgan. Mingbuloqdagi neft konidagi versiya mas'ullar tomonidan rad etilgan. O'sha yillarda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Namangan viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ham aniq bir munosabat bermagan. O'sha gumburlashlar hozirgacha jumboqligicha qolmoqda deb yozib qoldirdi iqlimshunos Erkin Abdullaxatov.